Endi oksidlar mavzusidan test tahlillarini ko'ramiz. Birinchi testga e'tibor beramiz. Murakkab moddalar nechta xil sinfi bor? 4 ta. Oksid, asos, kislota, tuz. Demak, birga D bo'ladimi? Birga D. 4 ta sinfi bor. Oksid, asos, kislota, tuz. Keyin ikkinchi savol. Biri kislorod bo'lgan ikki element atomdan tashkil topgan murakkab moddalar oksidlar deyiladi. Oksidlar degan javob S javob turibdi. Demak, 2 ga S bo'ladi. Xo'sh, uchinchisi. Valentlikka asosan marganez, qarang nima degan? Mana marganez kislorod yozgan. Marganezni 7 valentli degan, kislorodni 2 valentli degan. Valentliklarni almashtirasiz, oksid formulasi paydo bo'ladi. Bu 2, bu 7. Marganez 7 oksid. Qaysi javob turibdi bu? D mi? D javob turibdi. Qolgani ham shunaqa savollar, qolganlari ham. 9-testga e'tibor bering. 9. Xo'sh, mana xrom, kislorod, xromning valentligini 2 degan, kislorodni ham 2. Valentliklar teng bo'lganda son qo'yilmaydi. Qaysi javob bo'ladi keyin bu? Yo tavba qildim. A bo'ladi. S deyapsizlarmi? A bo'ladi. Hech narsa yozilmaydi. Kalsiy oksidda ham shunday. Kalsiy 2 valentli, kislorod 2 valentli, demak son qo'yilmaydi. Xo'sh, endi 12-test. Kaliy oksid tarkibida metalning valentligi berilgan javob toping. Kaliy oksid. Biz valentliklarni sizlar bilan yodladik, so'radik, bo'ldi, ketdi valentliklar. Ya'ni bir valentliklarga qaysilar kirardi? Vodorod, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy, fransiy, ftor. 2 valentliklarga berilliy, magniy, kalsiy, stronsiy, bariy, radiy, rux, kadmiy, kislorod. 3 valentliklarga bor, alyuminiy, galiy, indi, taliy. 2-4 valentliklarga uglerod, kremniy, germaniy, qalay, qo'rg'oshin, titan. 3-5 valentliklarga fosfor, mishak, surma, vismut. 2-4-6 valentliklarga oltingurt, selen, telur, poloniy. 1-3-5-7 valentliklarga xlor, brom, yod, astat kirardi. 2-3 valentliklarga temir, kobalt, nikel. 1-2 valentliklarga mis, kumush, simob kirardi. Oltin 1-3 valentli edi. Xrom 2-3-6 valentli, marganez 2-3-4-6-7 valentli. Qaysi qoldi? Azot 1-2-3 valentli, 4 valentli, keyin 5 bo'lmaydi. Shunaqa edimi? Bo'ldimi? Hammasini aytdik bilganlarimizni. Qaysi savol keldik? Endi qarang, 12-savolda o'qidikmi? Kaliy oksid tarkibida metalning valentligi. Kaliy necha valentli dedik? 1. Demak, 12 ga qaysi javob bo'ladi? A javob bo'ladi. Xo'sh. Bariy oksid berilgan javob toping, alyuminiy oksid berilgan javob toping, o'zingiz topasiz. 16-savol. Alyuminiy oksidning molar massasi oksid tarkibidagi metal mas atomi sonidan necha marta katta deyapti. Alyuminiy oksid qanday yoziladi? 16 ni bajaramiz. Mana alyuminiy oksid, buni molekulyar massasi 2 ta alyuminiy 54, 3 ta kislorod 48, qo'shsa 102. 102. Molekulyar massa 102 bo'ldi. Metal mas 3 tami? 102 ni 3 ga bo'ling. 34 mi kana? 34 S javob. Alyuminiy oksidning molekulyar massasi oksid tarkibidagi metal masdan sonidan necha marta katta deyapti? Mr ni metal mas soni 3 taga bo'lasiz. Xo'sh, 34 bo'ldi, S javob bo'ldi. 25-testga e'tibor beramiz. Oltin gugurt 6 oksid tarkibidagi atomlarning massa nisbatini toping. Atomlarning massa nisbati 25. Oltin gugurt 6 oksid qanday yoziladi? Bu yerda oltin gugurt nechta bor? Kislorodchi 1 ga 3 ekanda. Sonlar qisqarmaydi. Xato yozdikmi deymanda? Oltin gugurt 6 oksid tarkibida atom, massa nisbati ekan. Qarang, massa nisbati ekan. Biz atomlar soni nisbatini topib qo'ydik, massa nisbati. Oltin gugurt necha gram beradi? 32 gram. Kislorodchi 16 ni 3 ga ko'paytirsak 48 gram. Endi qarang, 32 ga 48 da shu ikkita sondan qaysi biri kichkina? 32. Ikkalasini ham 32 bo'lamiz. 32 ni 32 bo'lsak, 1 48 ni 32 bo'lsak 1.5. 1 ga 1.5 degan javob yo'q, ha? Demak, siz nima qilasiz? Mana virguldan qutulish uchun bu sonlarni 2 ga ko'paytiramiz. 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2, 1.5 ni 2 ga ko'paytirsak 3. 2 ga 3 degan javob bor. A javob to'g'ri. Yechim tushunarlimi? 25 ta massa nisbati. Atomlarning massa nisbati endi 32 da o'zgarar ekan. 31 gacha shunga o'xshaydi, o'zingiz bajarasiz. 32
32. Massasi 2,8 gram bo'lgan azot va 6,4 gram kisloroddan iborat bo'lgan birikmaning formulasini ko'rsating. Birikmaning formulasi. E'tibor qiling, zo'r savol ekan. 2,8 gram azot va 6,4 gram kisloroddan iborat ekan. Birikmani formulasini ko'rsating. Azotning nisbiy atom massasi nechiga teng? 14 ga teng. Biz shu 14 gram azotda necha gram kislorod to'rkashini topaylik? 32 gram kislorod. Shunaqa bo'ladimi? Mana qaranglar. Mana shu 14 gram azot. 14 ni bo'lamiz 14 ga. Azotning mana bu massani azotning nisbiy atom massasiga bo'lamiz. Bittami azot? Endi mana bu kislorod. 32 gramni bo'lamiz kislorodning nisbiy atom massasi 16 ga. Necha bo'ladi bu keyin? 2 ta kislorod. Bitta azot, 2 ta kislorod. Azot 4 oksid. A javobmi bu? Yechimga tushundilaringmi? Nisbiy atom massasini qo'yib olib, necha gram to'g'ri keladi buni sonini topamiz. Shunda bittaga nechta to'g'ri keladi topamiz. Bittaga 2 ta to'g'ri kelyapti. Demak, bitta azot, 2 ta kislorod. A javob bo'ldi. Nechaga shunga o'xshaydi? 32 ni bajardik. 41 gacha shunga o'xshaydi. O'zlaring bajarasizlar. 42 da o'zgargan. Doskadagini yozib olinglar. Xo'sh, endi 42-testga e'tibor beramiz. Kamchiligi bor savolda. Ya'ni chizmalar joyi sal siljigan. Men chizmani yozib beraman. Qarang, to'plamingizda unda chizma bor. Keyin mana shu chiziq bor-ku, mashina ketgan bo'lsa, mana yo'liq chiziqlar mana shu chiziqqa tekkanda tushgan bo'lish kerak. Keyingisi mana ikkinchi chiziq to'g'ri chizilgan, mana chizilgan, tegib to'xtagan. To'g'rimi? Mana bu chiziq tegmay boshqa qiyshiq joyda burilib ketgan. Keyin chap tomonda 2,4 va 4,8 berilgan va bu massa uglerod. Ya'ni uglerodning massasi gramda. Keyin mana qarang, pastda turgan ikkita son 6,4 bilan 12,8. Mana bunday joyda turibdi-da. Ikkalasi mana bu yerda bo'lishi kerak. Ya'ni 6,4 mana bu kishiga, xo'sh 12,8 bunisiga bo'lish kerak. Lekin bu ikkita son qayerga siljib ketgan? 12,8 bu chiziq tayyor turibdi, 6,4 ham mana bu yerda turibdi. U teparoqda bo'lish kerak. Qolgan chizmalarda ham shunday. Tushundingizmi? Masalan, 43-testni chizmasida nima qilasiz? Mana 2,4 bilan 3,2 ni naraqasi surasiz. Tushundingizmi? Mana 11,2 bilan 8,4 joyida turibdi. Birinchi kichkina chiziq mana shu chiziqqa tegib pastga tushgan deb tasavvur qilasiz. Xullas, keyin yana qayerda kamchiligi bor edi? Yo'q, bo'ldi, mana 44, 45, 46, 47 chizmali savollar bor-ku, hammasini shunday xatosi bor. Hammasini shunday to'g'rilaysiz. Masalan, 59 ga qarang-da. 59 da shu 3,2 bilan 6,4 ni o'ngroqqa surish kerak. Tushunyapsizmi? Tushundilaring degan umiddaman. Pastdagi chiziq nima degan? Massa kislorod. Bu kislorodning massasi. Berilgan modda CXOY. Shunaqa ekanmi? Birikmaning formulasini aniqlang. Bundan oldin nechinchi test ishladik? 32 mida necha edi? 32-testni o'zida ekan. Faqat chizma ko'rinishida bergan. Xohlang pastdagi chiziq bilan ishlang. Xohlang tepadagi chiziq bilan ishlang. Farqi yo'q. Qaysi biri bilan ishlang? Pastdagi bilan bo'lsa qarang mana. 2,4 gram uglerodga pastdagi chiziq mana. 6,4 gram kislorod to'g'ri keladi degani. Tushunyapsizmi? Mana bu uglerodning massasi, mana bu kislorodning massasi. Proporsiya. 2,4 gram uglerodga 6,4 gram kislorod to'g'ri kelyapti. Uglerodning nisbiy atom massasi necha? 12 gram uglerodga necha gram kislorod to'g'ri keladi? Ko'paytirib bo'lsa 32 gram kislorod to'g'ri keladi. Endi mana bunga e'tibor bering. 12 gramni bo'lamiz, kislorodning nisbiy atom massasi 12 mi? Demak, bitta uglerod. Uglerodning nisbiy atom massasi 12. Bunisi 32 gramni bo'lamiz, kislorodning nisbiy atom massasi necha? Demak, 2 ta kislorod. Bitta uglerod, 2 ta kislorod. Karbonat angidrid haqida gap ketyapti. Qaysi javob? D javob to'g'ri. D javob to'g'ri.
Bu tushunarlimi? Xo'sh. Mana shu doskadagi yechim tushunarlimi? Nechigacha o'xshaydi shunga? 59 gacha shunga o'xshaydi. 60 ga e'tibor bering. 60 ga. Natriy plus kislorod keyin qavsda peroksid degan. Ushbu reaksiyani tugallang va barcha koeffitsiyentlar yig'indisini toping. Natriy kislorod bilan ta'sirlashganda natriy peroksid chiqarishimiz kerak. Sharoit va haroratga qarab natriy kislorod bilan ta'sirlashganda odatda natriy peroksid chiqadi, lekin ba'zi kitoblarda qo'shimcha sifatida natriy kislorod bilan ta'sirlashganda sharoit va muhitga qarab natriy oksid ham chiqib qolishi mumkin-da. Tushunyapsizmi? Mana shu abituriyent ikkilanmasin deb qavs ichida peroksid deb yozib qo'ygan. Mana natriy peroksid chiqardik, reaksiyani qarang. Chap tomonda kislorod 2 ta, o'ng tomonda ham 2 ta. Demak, kislorodlar teng. Chap tomonda natriy 1 ta, o'ng tomonda natriy 2 ta. Demak, buni oldiga 2 qo'ysak, reaksiya tenglashadi. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi deyapti. Bu 2 plus. Buni oldida son yo'qmi? Demak, necha bor deymiz? 1 bor deb tasavvurlaymiz. 1 plus bu 1 teng 4. Koeffitsiyentlar yig'indisi 4 ekan. Qaysi javob? S javob. Nechaga shunga o'xshaydi? 65 gacha shunga o'xshaydi. 65 gacha shunga o'xshaydi. 67 da 65 gacha shunga o'xshaydi. 65 gacha tahlil qildik xullas.